Hozir sizlar bilan injiq aritmiyalar to'g'risida gaplashamiz. Bu nima degani? Injiq aritmiya degani, demak, bizning tilimizda har doim ham chiqmaydigan aritmiyalar. Ya'ni bemor qaysidir bir holatga tushib qolsa, o'sha payt demak aritmiya bezovta qiladi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu ayollarda homiladorlik bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir stress bo'lishi mumkin, yoki imенно hayz ko'rish paytida bo'lishi mumkin. Ya'ni organizm qon yo'qotayotgan paytda aritmiyalar bezovta qiladi. 2-3 kunlar bezovta qiladi. Demak, muammo o'tib ketgandan keyin, ya'ni sabab o'tib ketgandan keyin aritmiya bezovta qilmaydi. Bunaqa paytda nima qilish kerak? Mana shunaqa injiq aritmiyalarni davolash mushkulroq. Ba'zi bir aritmiyalar bor. Demak, biz kasalga holter qo'yamiz. O'sha kuni holter qo'ysak, bir sutkada 15 mingta aritmiya chiqadi. Ertasi kuni operatsiyaga olamiz desak, aritmiya chiqmaydi. O'sha kuni qayta holter qilsak, 1000 ta 2000 ta aritmiya chiqadi. Bu o'sha kaprizli aritmiya hisoblanadi. Bunaqa turdagi aritmiyalarni davolash ozgincha mushkulroq. Demak, agarda doriga yaxshi reaksiya qilsa, dori orqali davolanadi. Agarda dori umuman ta'sir qilmaydigan, mana shunaqa faqat qaysidir sabab yoki qaysidir vaqtda chiqadigan aritmiyalar bo'lsa, biz birinchi navbatda bemorga qay darajada bu narsa bezovta qilyapti. Demak, homiladorlik payti chiqyaptimi? Demak, hozir bemor homilador emas. Bemorning rejasi so'raladi. Agar yaqin orada homilador bo'lmoqchi bo'lsa, demak bemorga aytiladi, homiladorlikkacha bu muammodan qutulish kerak. Ya'ni qanaqa? Bizda o'zida provokatsiya qilish metodlarimiz bor. Demak, bemorni stolga olamiz, turli xil yo'llar orqali provokatsiya qilib, o'sha injiq aritmiyani chaqirishga harakat qilamiz. Agarda chaqira olsak, chaqirish yo'lini bilsak, aritmiyani yo'qotib beramiz. Agarda o'sha bemorlarda chaqirish yo'lini bilmadik, hech qanaqasida taxikardiya chaqirilmasa, bunaqa payt bemorga demak aytiladi, agar injiq aritmiya xavfli bo'ladigan bo'lsa, homiladorlikdan saqlanish tavsiya beriladi. Agar xavfsiz turi bo'ladigan bo'lsa, demak homilador bo'lishga ruxsat beriladi. Faqatgina aritmolog nazoratida maxsus aritmiyaga qarshi dorilarni qabul qilib, demak homiladorlikka ruxsat berish mumkin. Shuning uchun mana shunaqa injiq aritmiyasi bor kasallar aritmolog maslahatini olib, keyingi etaplarga o'tish kerak.